أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Assalomu alaykum muhtaram birodarlar. Barchangizga Allohning marhamati va ofiyati bo'lsin. Ba'zilar uyqusida peshob qilib qo'yganini bilmay qoladi. Bu ham ruhiy bir kasallik hisoblanadi. Bunday kishilar mehmonga borib, tunab qolishlari o'ta xavfli sharmandalik vaziyatini taqozo qiladi. Yoki voyaga yetgan bolalarda bu narsa ko'proq kuzatiladi. Ulamolar bu kasallikka Anbiyo surasining 30-oyati shifoli xususiyatga ega ekanligini aytadilar. Uni suvga 101 marotaba o'qib, dam solib, bemorga ichkizilsa, tezdan foydasi ma'lum bo'ladi. Oyat budur. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Marhamat oyat va uning kirishasi pastdagi birinchi silkaga qo'yilgan.